Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə sizlərə bu haftadan bu yana yüz bergan Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi muhim hodisalarni eslatib o'tmoqchimiz. Tövəndə diqqətinizlər haftalik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim mustabid Xitoy hokimiyatining Malayziyaga so'zilgan qora qo'lning va Malayziyadagi hukumatlarning ta'qib qilishi, parakandichilik selishi, hatto sunniy usulda qatnash vaqasi paydo qilib, ziyonkashlik qilishga urinishiga qaramasdan 14-aprel boshlagan Malayziya ziyoratini muvaffaqiyatli oxirlashtirib, 17-aprel kuni Indoneziyaga yurib ketdi. Kuvaragi gazeti 13-aprel kuni Afg'oniston va Iroqni vayron qilgan islomning haqiqiy dushmani Amerikaning sirdishi Ömer Qanatning Malayziyaga kirishini to'sib qolayli degan mavzuda bosh maqola e'lon qilib, Ömer Qanat apandimga talbilachi hujum qilish bilan birga Malayziya hukumatini Ömer Qanatning Malayziyaga kirishini cheklashga chaqirgan. Shundoq bo'lishiga qaramay 14-aprel kuni Malayziyaning poytaxti Kuala Lumpurga to'solg'usiz yetib kelgan Ömer Qanat apandim aerodromda Malayziya Uyg'urlarni qo'llash harakatining raisi Zuhri Yohi va Malayziya Islom tashkilotlari maslahatchilar kengashining vakillari tomonidan qizg'inlik bilan kutib olingan edi. Ömer Qanat apandimning stansimizga bildiruvchi u Kuala Lumpurga yetib kelgan kundan e'tiboran uning orqasiga Xitoy chiroy ba'zi gumonliq insonlar kirib olgan. Hatto ba'zi payloqchilar qilcha tap tortmasdan uning atrofida cho'gilab yurib, uning har bir harakatini video va rasmga tortish orqali Ömer Qanat apandimning ko'zini qo'rqitishga uringan. Bu sababdan Malayziya bexatarlik organlari Ömer Qanat apandimni taklif qilgan. Malayziyadagi islom va ommaviy tashkilotlarning jiddiy talabiga asosan Ömer Qanat apandimga bo'lgan amonlik tadbirlarini alayda kuchaytgan va uni muhofazat qilish uchun uning o'pcho'risga maxfiy soqchi xodimlarini o'rinlashtirgan. Ömer Qanat apandim 15-aprel kuni Amerikaning Malayziyada turishliq bosh elchisi bilan ko'rishib, bu xil normalsiz hodisalarni inkos qilgandan keyin Amerika bosh elchisi Ömer Qanat apandimning bexatarligiga alayda ko'ngil bo'lib ba'zi amonlik tadbirlarini yo'lga qo'ygan. Xitoyning Malayziyadagi hukumatchilari shu darajada haddidan oshganki, 17-aprel kuni Ömer Qanat apandim Malayziyaning bir nafar puhrachi kingan soqchisi haydagan mashinasiga o'ldirib, Indoneziyaga safar qilish uchun Kuala Lumpur aerodromiga ketayotganda bir gumonliq mashina Ömer Qanat apandim o'ltirgan mashinaning orqasidan kelib o'sgan. Baxtga yarasha yorilish voqeasi yuz bermagan. Puhrachi kingan soqchi mashinani to'xtatmay haydab Udul aerodromiga ilib borgan. Ularni o'sgan mashinami bir mahal ularning orqasidan qo'g'lab yiqib, aerodromiga oz qolganda g'oyib bo'lgan. Malayziya soqchi organlari bu voqeadan xabar topgandan keyin Ömer Qanat apandimni qo'g'dash uchun aerodromda uning yeniga maxsus 5 nafar soqchi o'rnashtirib, toki Ömer Qanat apandim aeroplanga chiqqanga qadar uningga hamroh bo'lgan. 17-aprel Kuala Lumpur aerodromidan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Ömer Qanat apandim Xitoyning va uning Malayziyadagi hukumatchilarining asli maqsadining bu xil razil vositalar orqali uni qo'rqitib Malayziya ziyoratidan voz kechirish ekanligini, ammo o'zining bu qitimqi Malayziya ziyoratining aslida kutgandigini bakrak muvaffaqiyatli o'tganligini ta'kidlab o'tgan Ömer Qanat apandim Xitoyning islom allaridagi ta'siri va nufuzining hozirma ham intayin kuchli ekanligini, Uyg'ur davosining islom allaridagi ta'sirchanligini oshirishni o'zining eng asosli kun tartiblarining biri qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoyning turli tahdid va besimlarga qaramasdan o'zining bu nishoniga yetish uchun yanama g'ayrat va jasorat bilan tirishchilik ko'rsatadiganligini ifoda qildi. 14-aprel Malayziyaga yetib kelgan Ömer Qanat apandim shu kuni kechda Malayziyadagi ta'sir kuchli ommaviy tashkilotlarning biri hisoblangan Vofiq tashkiloti tomonidan Kuala Lumpur Tanara mehmonxonasida o'tkazilgan va maxsus Uyg'urlar masalasi asos tema qilingan iftor faoliyatiga qatnashgan va iftorga taklif qilingan Malayziyadagi har sazotlarning va yosh aktivistlarining Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida so'rgan turli savollarga tafsiliy javob bergan. 14-aprel kuni Ömer Qanat apandiyani Kuala Lumpurda Malayziya parlament a'zosi va sobiq yoshlar ministri Said Saddiq apandi bilan ko'rishib, uning Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati va xalqaroning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga ko'rsatayotgan inkoslari. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining o'tgan yili 12-oyning 9-kuni e'lon qilgan hukumining asosliq mazmuni haqida ma'lumot va tushuncha berdi. 15-aprel kuni Amerikaning Malayziyadagi bosh elchixonasini ziyorat qilgan Ömer Qanat apandim bosh elchi Megritis apandi va elchixona xodimlari bilan ko'rishib, ularga Malayziyadagi ittifoqdosh tashkilotlarimizning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan hamkorlashib olib berayotgan faoliyatlari haqida ma'lumot berdi. Shu kuni Ömer Qanat apandiyani Malayziya Tashqi ishlar ministrligining maslahatchisi va Islom allari hamkorlik tashkiloti mustaqil kishilik huquq komitetining komissari Ahmad Azam Abdurahmon apandi bilan ayrim ko'rishib, uning bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini Islom allari hamkorlik tashkilotining kun tartibiga qanday kirgizish va Uyg'urlar masalasida Islom allarini qanday harakatga keltirish qatorliq masalalar ustida tafsiliy muzokara olib bordi. Ömer Qanat apandimning Malayziya ziyorati munosabati bilan 16-aprel kuni Malayziya musulmon yoshlar tashkiloti ABIM tarafidan Uyg'ur sud kollegiyasi biz nima uchun ko'ngil bilishimiz kerak degan temada muhokama yig'ini o'tkazildi. Ömer Qanat apandi bilan birga Malayziyadagi islom va xristian tashkilotlarining mas'ullari, advokatlar va huquqchilarning qatnashida o'tkazilgan mazkur muhokama yig'inida Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va arzi bilan 2020-yil 9-oyda Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining raisi dangliq advokat Jeffrey Nice apandi to'g'ri orqali Uyg'ur sud kollegiyasining qurilish sababi
Ötküzgen ispat anglaş yig'inlari va sud kollegiyasining o'tgan yil 12 oyning 9-kuni chiqargan oxirgi hukmining mazmuni haqida tafsiliy ma'lumot va tushuncha berdi. Ömer Qanat Efendi yig'inda qilgan so'zda Uyg'ur sud kollegiyasining o'tgan yili 12 oyning 9-kuni Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan qilmishlar erkiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb chiqargan hukmining Irlandiya qatorliq ba'zi davlatlarning parlamentlari tarafidan e'tirof qilinganligini, ko'plagan xalqaro tashkilot va organlarning Uyg'ur sud kollegiyasining bu hukmidan muhim qonuniy asos sifatida foydalanayotganligini xotirlatib o'tish bilan birga, Malayziya parlamenti va hukumatining ulardan ulgu ilib, Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasini qabul qilib, Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishini umid qiladigan ifoda qildi. 16 aprel kuni bo'lsa Malayziyadagi eng chong musulmon tashkilotlarining biri hisoblangan Musulmon yoshlar harakati Abim tashkiloti Ömer Qanat Efendining sharifiga Kuala Lumpurdagi Tama mehmonxonasida maxsus iftor faoliyati uyushtirib, Malayziyadagilar Ramazon oyigacha davom qiladigan Uyg'urlarni qo'llash va qo'g'dash harakatining bu qitimqi iftor faoliyati orqali rasmiy boshlanganligini jakarladi. İftar faoliyatida Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi harakat ilib berayotgan va Uyg'ur xalqiga yaqindan hissdoshlik qilib kelayotgan Malayziyadagi har qaysi islom tashkilotlari, ommaviy tashkilotlar va aktivistlarga butun Sharqi Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytgan Ömer Qanat Efendim, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston xalqiga yurgizayotgan erkiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining, bo'lib islomiyatga qarshi ilib berayotgan ziyonkashliklarining hozirmi ham shiddat bilan davom qilayotganligini, islomiyatning eng zo'r dushmanining Sharqi Turkiston xalqini majburiy dinsizlashtirayotgan, masjid va mozorliqlarni cheqib tuzlayotgan, Qur'oni Karim va diniy asarlarni ko'ydirib kul qilayotgan dal mustabid Xitoy hokimiyatining dal o'zi ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi va islom dunyosini Uyg'ur erkiy qirg'inchiligiga qarshi sukutini buzib o'rnidan dast turishga chaqirdi. Malayziyadagi ziyaratining oxirgi kuni, ya'ni 17 aprel kuni Ömer Qanat Efendi Malayziyaning hokimiyat beshidagi partiyasi Umnu partiyasining muavin raisi Muhammad Kelit Nurdin, o'qituvchi partiyalardan Milliy adolat partiyasining parlamentga g'ulluq a'zosi va Malayziya parlamenti bexatarlik komiteti a'zosi Said Ibrohim Efendilar bilan uchrashib, Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun o'rtaq ilib boradigan xizmatlar haqida muzokara ilib bordi. Malayziyadagi ziyoratini muvaffaqiyatli oxirlashtirgan Ömer Qanat Efendi 17 aprel kuni Jakartaga yetib kelib, Indoneziyadagi ziyoratini boshladi. Dünya Uyghur Qurultayı 15 aprel Cuma günü Germaniyaning Köln shahrida insonlikning qonigan yarısı Sharqi Turkiston degan tema ostida cho'ng tipdagi iftor faoliyati uyushtirib, uzun yillardan buyon Dünya Uyghur Qurultayı bilan yaqindan hamkorlashib Sharqi Turkiston davosini moddiy va ma'naviy jihatdan yaqindan qo'llab kelayotgan Germaniyadagi turk islom tashkilotlariga minnatdorlik bildirish bilan birga, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan erkiy qirg'inchiligi va islomiyatga qarshi ilib berayotgan jinoiy qilmishlar haqida tafsiliy ma'lumot va tushuncha berdi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqun Aysa Efendi boshchiligidagi qurultayning markazidagi bir qism mas'ullarining bevosita sohibxonlik qilishi bilan o'tkazilgan mazkur iftor faoliyatiga Germaniya Federal Cumhuriyati Islom Konsiyi, Yevropa Turk Federatsiyoni, G'arbiy Trakiya Federatsiyoni, Yevropa Turk Islom madaniyat jamiyatlari birligi, Yevropa Milliy ko'rish tashkiloti qatorliq nopuzliq turk islom tashkilotlarining asosli mas'ullari, siyosiy arboblar, korxonachilar, shundaqla Gollandiyadagi lager shohidimiz Qalbinur Sidiq va Germaniyaning Myunxen, Karlsruhe, Düsseldorf qatorliq joylarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining muavin raisi diniy ulamo Turg'unjon Alovdin Efendimning riyosatchiligida o'tkazilgan va Qurultay diniy ishlar komitetining mudiri Habibullah Ahad Qorimning Qur'on tilovati bilan boshlangan bu qitimqi iftor faoliyatida oldi bilan Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan maxsus Ramazonlik uchun hozirlangan va mustabid Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston xalqiga yurgizayotgan erkiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlar yo'ritib berilgan insonlikning qonigan yarisi Sharqi Turkiston degan temadagi turkcha hujjatli film qo'yib berildi. Yuqorqi Türk İslam tashkilotlarining mas'ullari iftor faoliyatida qilgan so'zlarida kommunist Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston xalqiga qarshi rahimsizlik yurgizayotgan vahshiyliklarga va islomiyatga qarshi ilib berayotgan dushmanliklarga la'nat o'qish bilan birga, o'zlarining har zaman mazlum Sharqi Turkiston xalqi bilan hamnafas ekanligini, Xitoyning erkiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatganligini, shundaqla Dünya Uyghur Qurultayı bilan o'zaro hamkorlik munosabatlarini yanada kuchaytirishga g'ayrat qiladiganliklarini ifoda qilishdi. Dolqun Aysa Efendi iftorda qilgan minnatdorlik so'zida Sharqi Turkiston xalqiga boshdan oxiri samimiylik bilan ega chiqib kelgan Yevropadagi, jumladan Germaniyadagi turk islom tashkilotlariga cheksiz rahmat aytadiganligini ifoda qilish bilan birga, erkin dunyo musulmonlari bemalol ro'za tutib iftor qilib ibodatlarini qilayotgan bugungida xosiyatli kunlarda Sharqi Turkiston xalqining diniy e'tiqodidan va musulmoncha yashash huquqidan tamoman mahrum qoldirilganligidan, Vatanimiz Sharqi Turkistonda azon ovozining butunlay bo'g'ilganligidan cheksiz azoblanish his qilayotganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, mustabid Xitoy hokimiyatining jiddiy erkiy qirg'inchiligiga duchor bo'layotgan Sharqi Turkiston xalqini bu xavfdan qutqizib qilish uchun butkul islom dunyosining sukutini buzib, o'rnidan dast turishi lozimligini eskartib o'tdi. Ama haykıramayan, sesi kesilmiş kardeşlerimin salamlarını sizlere getirmiş biliyorum.
Uzun yıllardan buyon Dünya Uyghur Qurultayı her yıllık Ramazan iyidan faydalanıp Yevropadagi, jumladan Germaniyadagi Türk İslam teşkilatlarına Uyg'urlar masalasini anglitishni odatga aylantirib kelmoqda. Qurultayning bu xildagi iftor faoliyatlari oldimizgi kunlarda Avstriyaning Viyana va Germaniyaning Myunxen shaharlarida davom qiladi. Xitoyning turli to'sqinlarga qaramasdan 14 aprel boshlagan Malayziya ziyoratini muvaffaqiyatli oxirlashtirib, 17 aprel kuni dunyoning eng chong musulmon davlati Indoneziyaga yetib kelgan Dunyo Uyg'ur Qurultayı ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanat apandim 18 aprel kuni Jakartada bir qator muhim uchrashuv va suhbatlarda bo'ldi. Umar Qanat apandim 18 aprel kuni oldi bilan Indoneziya parlamentlar aro hamkorlik komitetining raisi va Indoneziya parlamentining sobiq raisi doktor Fadlizon apandi bilan ko'rishib, uningga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining xalqarodagi inkoslari haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Dunyo Uyg'ur Qurultayining Indoneziya parlamenti va hukumatidan kutiladigan ba'zi konkret talablarini o'ttirg'a qo'ydi. Doktor Fadlizon apandi uchrashda qilgan so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini Indoneziya parlamentining kun tartibga ilib kelish va Indoneziya hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi jiddiy tadbir qo'llanishga haydakchilik qilish uchun butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatganligini ifoda qildi. Shu kuni Umar Qanat apandi yana Indoneziya ulamolar kengashi bilan Indoneziyadagi eng nopuzli musulmon tashkiloti hisoblangan Muhammadiya tashkiloti markaziy kengashining oliy maslahatchisi Muhiddin Junoidi apandi tarafidan o'rlashtirilgan maxsus Uyg'urlar masalasi haqidagi muxbirlarni kutib olish yig'iniga va iftor ziyofatiga qatnashib, Indoneziya matbuotlarining va iftorga qatnashgan har sozatlarning Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida so'rgan turli savollarga javob berdi. Umar Qanat apandi bu vaqtda qilgan so'zida islomiyatning eng zo'r dushmani hisoblangan mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining hozirma ham jiddiy davom qilayotganligini, Xitoyning ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan qonuniy tartiblar bo'yicha rasmiy dalillab chiqilganligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerika, Kanada, Gollandiya, Angliya, Belgiya, Fransiya, İrlandiya, Çexiya va Litva qatorliq 9 davlat tarafidan rasmiy yo'sinda e'tirof qilinganligini. Afsuski islom allarining hammasining digidek Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida sukut qilib turib pozitsiyasida bo'lib kelganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, islom allarining bu xil passiv pozitsiyasining musulmon Sharq Turkiston xalqini og'ir darajada ranjitganligini, shuning uchun Indoneziya va boshqa islom allaridagi diniy tashkilotlar va ommaviy guruhlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun o'zlarining hukumat va parlamentlariga bo'lgan besimini yanada oshirishning to'liq zarur ekanligini ta'kidladi. Bu faoliyatga sohibxonlik qilgan Muhiddin Junoidi apandi 2018 yil Xitoy hukumatining taklifi bilan Sharq Turkistonni ziyorat qilgan Indoneziya hay'atining raisi bo'lgan. Shu qitimqi ziyorat mazgilida Xitoy hukumati Sharq Turkistonda soxta manzarlarni oldin yasab chiqish orqali Indoneziya hay'atining ko'zini bo'yashga uringan edi. Umar Qanat apandi 18 aprel kuni yana Jakartadagi eng chong masjid hisoblangan Istiqlol masjidining bosh imomi professor doktor Nasruddin Umar apandi va uning yordamchilari bilan uchrash ilib berib, ularga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida tafsiliy ma'lumot berish imkoniyatiga erishdi. Umar Qanat apandi shu kuni yana Amerikaning Jakartadagi bosh elchixonasining mas'ul xodimlari bilan ayrim uchrash ilib berib, Uyg'ur masalasining Indoneziyadagi yuzlanishi haqida suhbat ilib bordi. Bugun, ya'ni 19 aprel atiganda Jakartadagi Muhammadiya televiziyasining maxsus ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi, jumladan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida umumiy ma'lumot bergan Umar Qanat apandim, orqadan Indoneziya va Malayziyadagi islom tashkilotlari tomonidan Jakartada birlikda uyushtirilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi muhokama yig'iniga qatnashib doklad berdi. Bu qitimqi yig'inda Malayziya islom tashkilotlari maslahatchilar konseyining mas'uli Faddin Yussi apandimning Kuala Lumpurdan alaydan Jakartaga kelib qatnashi Umar Qanat apandimni alohida mamnun qildi. Umar Qanat apandimning bu qitimqi Indoneziya ziyorati Indoneziyaning nopuzliq matbuotlarida keng doirada o'rin oldi. Dunyoning eng chong musulmon davlati hisoblangan Indoneziyada 216 million musulmon yashaydi va nopusning 90% musulmonlardan tashkil topgan. Dünya Uyghur Qurultayining boshlamchiligi bilan 19 aprel kuni dunyodagi 70 dan ortiq kishilik huquq tashkiloti birlashma imzolovchi xat e'lon qilib, kelar oyda Xitoy va Sharq Turkistonni ziyorat qilishga hozirlanayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining raisi Michelle Bachelet xonimga bo'lgan konkret talablarni o'ttirg'a qo'ydi. Asosli Uyg'ur, Tibet va Hong Kong tashkilotlari tomonidan inglizcha va xitoycha e'lon qilingan bu ochiq maktubda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi qirg'inchilik qilmishlari alohida eskartilish bilan birga, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashi tayyorlab chiqqan Sharq Turkiston haqidagi dokladni safardan ilgari e'lon qilish, Dunyo Uyg'ur Qurultayi va Tibet, Hong Kong tashkilotlarining vakillari bilan uchrashib, ularning fikrlarini anglab beqish, shuningdek bu qitimqi safar va tekshirishning rasmiyatchilik bo'lib qolmasligiga kepillik qilish qatorliqlar talab qilingan. Birlashma bayonotda Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi To'lqin Ayso apandimning Michelle Bachelet xonim Xitoy safaridan ilgari Uyg'ur tashkilotlari bilan ko'rishishi, shuningdek Sharq Turkistondagi qirg'inchilik haqida shohidlarning bayonlarini anglab beqishi lozim. Chunki bu zulmlarga uchirg'uvchi xalq to'pi bilan uchrashish, ular oldin o'ylashadigan masalalardan bo'lishi lozim degan so'zlarga o'rin berildi. Navbatda Michelle Bacheletning bu qitimqi Xitoy safarining natijasiz oxirlashganligi haqida turli fikrlar o'tirg'a chiqayotgan bo'lib, Xitoy hukumati buning faqat ziyorat bo'ladiganligini alohida ta'kidlab kelmoqda.
17 aprel çağırılgan Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining kengaytirilgan to'g'ri yig'inida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonimning oldimizda Sharqi Turkistonda ilib boradigan ziyorati mezgilida Xitoyning oldin yasab chiqqan soxta manzarlarga aldanmaslikqa Ilham To'xti, Yalqin Ro'zi, Qurbon Mahmud, Vahidjon Osman, Gulshan Abbos qatorliqlarni o'z ichiga olgan turmalardagi, jazo lagerlaridagi va majburiy emgak maydonlaridagi Uyg'ur sarxillari va boshqa tutqunlar bilan bevosita holda ko'rish ilib berishga, shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining olli burun tamomlab bo'lingan, ammo hozirgacha e'lon qilinishi kechiktirilgan Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy dokladini tezroq e'lon qilishga chaqirish maqsadida 5-oyning 13-kuni Juma Janvardagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida zo'r ko'lamli birlashma namoyish o'tkazish haqida qaror qabul qilingan edi. Bu qitimqi birlashma namoyishga Yevropada yashayotgan Uyg'urlardan boshqa yana Tibetliklar, Janubiy Mo'ng'ulistonliklar, Hong Kongliklar va boshqa kishilik huquq tashkilotlarining keng doirada qatnashi qo'lga keltirildi. 13 may janvarida ilib beriladigan birlashma namoyish haqida istansimiz tarafidan 19 aprel kuni o'tkazilgan Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga qatnashgan Dolqin Aysa apandim Yevropaning har qaysi ellarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning bu tarixiy ahamiyatga ega birlashma namoyishga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirib tuvandagilarni bayon qildi. Shu qitimqi zo'r namoyish to'g'riliq keng Uyg'ur jamoatchiligiga bir ikki chaqiriqingiz bo'lsa, shuni anglab suhbatimizni shuni bilan oxirlashtirsak, rahmat. Bütün Uyghur halkıga bulukmu Avrupa'daki qarindoshlarimiz albatta 2018 yılı 11. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığı namoyish qilgan onun önüme hakkında deb o'tdik. 20 devlet, 20 yakın devletten Avustralya'da, Yeni Zelandiya'dan hatta Kanada, Japonya, Amerika, Avrupa'daki devletlerden bu geldi. Kilip namoyish qatnashib 2 saat 3 saatdan keyin yana Yeni Zelandiya'ya ketken qarindoshlarimiz. Bu bana bu vatanperverlik. Aşı hizmetinin, aşı kahramanlıkның neticesini kördük. Bugün Uyghur meselesi xalqaro minbarlarda. 2018 4. ayda Avrupa Komisyonu aldı namoyish qildik. 5000 kişilik o'xshashli 20 artık devletten yanaş Avustralya, hatta Yeni Zelandiya, Amerika, Kanada, dünyanın Avrupa, Japonya hamma devletten qarindoshlarimiz kelib, aş namoyish iştirak qilib, şu gün ketken insanlarımız şahit oldu. Mana mushunda ruh boğaçqa bugün Xitoydagi bir kudretli devletni biz biyaram qilyapmiz. Xitoydagi bir devletni ma'lum masalalarda qadam berishga, Xitoyning yüzünü oqlashga, dünyada bizga karşı texmo stratejini o'zgartirib turib, ko'zbo'yamchilik qiladigan bir vaziyatga, osal bir vaziyatga Xitoyni bir devletni jinoyat o'tkazayotgan, erkiy qirg'inchilik o'tkazayotgan, mushundaq bir jinoyatchi, qotil bir devletlik simvolni yaratishga sabab bo'ladi. Shuningga men bu yerda qarindoshlarimizni deydiganim, butun dunyoda qarindoshlarimiz vaqti bo'lsa kelib, vaqti bo'lsa dedim de ben bir yerda asli vaqt hammadan aldirash. Bir kunlik vaqtimizni chiqarib, buni bir zo'r milliy majburiyat deb tunishimiz kerak. Tarixiy bir voqea deb tunishimiz kerak. 70 yıldan bu yan men qilgan eng cho'ng bir da'vo qo'shgan töhfem ve pidakarlığım deb tunish kerak. Aşındaq deb tonigan vaqtimizda aşağı kelib, atdiginiz kelib, namoyish tuktib, kech uchib ketsa, burun qilganga o'xshash. Bu qatim 2018 yildagi de bu muhim. Bu qatim namoyish. Shuningga men bütün qarindoshlarimizni dunyoning hamma yerida bulukmu Avrupa'daki hem de qarindoshlarımizdan cuma bir kunlik işimizden sorab aşu Ceneva'ga kirayli özümüzün etrafındaki nurgulgan çetellik dostlarımızdan ulağı teşvikatımızı kılaydı. 2018 yılında asasiyetten Şarkı Türkistanlıkla Uygurlar kılan bu namayişti. Ceneva'daki namayişte Hong Konglukla, Tibetlikle iştirak kıldı. Bu kadın ulağına malak kuvvetimiz, ulağına katmışıdı. Ama bugün dünyada Amerika'nın hatta Avrupa'ya, Asya'ya nurgulgan devletlerde Uygur meselesi kömür bulatkan okuyucular, yaşlar, kişilik hukuk teşkilatları Uygur dostları köpeydi. Biz ulağını teşkilatımızı güçlendirmemiz kısak. Belki bu kadar 2018'deki BDT'nin aldığı boğan namayıştı meyvetlik bir namayış kılalayımız. Çünkü bizim bu derdimizin bilgen bu erkek kırgınçlıkını tonup yetip biz bilen bizsep durvatkan Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar, her hıl dindeki, her hıl mezhepteki, her hıl ideologideki insanlarımız var. Şununla biz bu etrafımızın dostlarımızı seferber kılaydı. Muşnan namayışımızın bağlılığımızı bildireydi. Okşamakan kılladı. Her kayıt devletlerde yaşavatkan teşkilatlarımız, faaliyetçilerimiz
özümüzün dostlarımızga, özümüzün Facebook'lardaki nimelerimiz bilen, uqtirishlarimiz bilen, Twitter akkauntlarımız bilen, adreslerimiz bilen, Instagram'da her xil şekilde tanıştıraylı. Birisimiz 10 adamı tanıştırsak, 10 adamdan birisi kim kılıp kalsın bizim için geldi. Şunun bu yalnız dünya kurultuyu orunlaştırgan bir namayışlap karamaylı bu ne? Bu fakat biz bununki ruhsat işlerini kıvatımız bu namayışını bütün Şarkı Türkistan halkı kıldığan bir namayış. Bu namayış bütün Şarkı Türkistan halkının, çetellik bütün teşkilatlarımızdan, ortak düzeltişinden epir bardığan bir namayış, bütün Uygur halkının bir namayışı, şunda da bileyli, fikir ihtilaflarımızı bir yere karıp koyaylı. Köz karaş bütünümüzdeki farklarını bir taraf karıp koyaylı. Birbirimize olan üsümetlerimizi bir taraf karıp koyaylı. Bu bütün eğer vatanperver olsak, bütün niyet maksatlarımızdan Xitay hükümetiga atıdığan Ali Komisarı berdiğan en rüşen bir mesaj veya ki bir signal oldu. Şunun için ben bütün dünyadaki vatandaşlarımızı bir günlük vaktimizni sarf kılıp Cenvege 5. ayının 13. gün yetip geleyli. Özümüzün milli, vicdani, dini, insani mecburiyetimizni ada kılışının en yaxşı bir fırsatı dep tonup bu namayışga iştirak kılaylı deyman. Ve şunun bilen birge eğer her xil sebeplerle fakat kelem degan qarindoshlarimiz bo'lsa, bunun maddi yardımını atsın, evetsin çünkü Hollandiyadan, Belgiyadan, başka yerlerden abduzdan tutuşumuz gerek. Uya kelganlar hiç bulmayacaksa bir küçük tamıqını birer işimiz gerek. Bir çay yoki bo'lmasa bir potulik su taqdim qila olishimiz gerek. Hiç bo'lmasa kelamagan qarindoshlarımızın avtobus kirasi uchun başka yerlerden özünün maşinesinden kivatkallarının yol kirası, benzin pulunu berishimiz gerek. Muşta qilib yani birbirimizden hemkarlaşsak vakti var ama kiliş için yol kirası tapamayotgan, benzin pul tapamayotgan veya qiyinchilik bo'layotgan qarindoshlarımızga ma'jatda hemkarlık qilish orqali birbirimizden kamchiligini to'liqlab, naytib muvaffaqiyatli bir namoyish o'rnashtirgan bo'la olamiz. Amerikaning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turuşluq baş elçisi Linda Thomas xanım 20 aprel günü tutqundagi Uyghur ziyolisi doktor Gulshan Abbasning Amerikadagi aksi doktor Rishad Abbas, singlisi Roshan Abbas, qizi Ziba qatorliqlar bilan tor orqali ko'rishib suhbatlashgandan keyin Twitterga uchur yo'llab, Amerika hukumatı Gulshan Abbasning bexatarligi va uning qo'yib berilishi uchun davomli Xitoyga besim qilishi, Xitoyning Uyghur va boshqa e'tiqodchi ommaga selayotgan qabih zulmiga qarshi so'zlab turish kerak degan. U yana Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet xonimning Uyg'urlarga munosabatli kishilik huquq dokladini darhol e'lon qilishga va Sharq Turkistonga qiladigan ziyaratining ochiq oshkora, cheklamasiz ziyorat bo'lishiga kapolatlik qilishga chaqirgan. Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatıdagi vakillar o'miki Linda Thomas xonimning yuqorgi so'zlaridan norozi bo'lib, darhol inkos qaytargan. Ular Twitter'dagi inkosida mundaq degan: Xitoy hukumati Bacheletning Xinjiangni o'z ichiga oladigan ziyoratini qarshi oladi. Bu ikki taraf o'rtasidagi normal almashtirish bo'lib, siyosiy kontrol qilish va yomon g'arazlik besimga o'rin berilmaydi. Bu xil bema'ni so'zlar faqat Amerikaning ziyoratini qalaymaqonlashtirish uchun kashili paydo qilishdek muddasini oshkorlaydi. Xitoy vakillar o'mik yana Amerika amaldorlarini o'z davlatidagi kishilik huquq masalalari bilan kori bo'lmay, Xitoyning ishlariga aralashib oldi deb ayiblagan. Michelle Bacheletning Uyg'urlarga munosabatli dokladni e'lon qilmay turib, Sharq Turkistonni ziyorat qilmoqchi bo'lishi kuchli tanqidlarga va gumonlarga yo'l ochmoqda. Amerika hukumatidan sirt dunyoning har qaysi joylaridagi 70 dan ortiq ommaviy tashkilot kollektiv maktub yo'llab, Michelle Bacheletning bu qitimqi safari haqidagi talablarini o'ttirg'a qo'ygan edi. Hurmatli ko'rmanlar, Yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishayli. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Erkinlik yolida sudek aktib bizning tenimiz. Sen üçün ey yurtimiz